Kimdan ekan moshin? Aka egasi. Mana arkasi. Zo'rmisiz to'p? Charchamas o'ting. O'ziz nomizga aka? Gen chiqadi qisqasi. 9 ekan. Generalni chiqadi. Qayerdan o'zizniki? Gres. Gresdan. Nechini so'rayapsiz? 45 deyapsiz. 2009. Nexia 2 ekan a? Narxi necha biladingiz? 45. Yo'q, qarang, Nexia 2 ekan bu. 2009 ekan. Nexia 2 ha. Ha, endi ayting narxini. Siz ayting. Buncha hazillashilmaydi, bo'layotganini qilaylik. Necha bilyapsiz? Polni kraska 2009 soni stramlar Nexia 2. Polni kraskamiz kapot. Ha? Usilita almashgan. Tom eshiklar radnoy. Radmi? Radnoy deblar. Yoqqa shunday sotishgan ekan. Ha, qalam eski versiya qolib ketibsiz-ku, to'dak. Sizga yangi versiya urishmami hali 26niki? Sepilgan-ku bu. Endi bu kishi bilmayaptilar. Holat menimcha Ko'rsatib olinganda, shuning uchun kapot. Endi usta qanday ma'noga ko'rganimizga qarovingda. $100 ko'rgan, $2 bilmaydi. Sotuvchi bergan. Chiroyli sepilgan-ku lekin. Chiroyligina sepilgan. Radnoy emas bu. mashina. Qanday desa bu yaxshilab Qolib Benjamin ketsin. so'rayotgan bo'ladi. Yo oldingida holatlari yo'q. sepilgan, taxlangan mashina. $50 va'da qilyapti. Taxlangan mashina bu. Buni asl sviti ham bu emas-da o'zi. Buni asl sviti ham bu emas o'zi. Marka chista 97 urilganmi? Shunday urilganda bunga kapotni ochish shunday balkiga qarang, asl rangi turibdi. Tom rangiga qarangda shunday kapotni ochib, balkani rangiga qarang. Bular undaqa svitga chiqmagan 2009. Sariqroq chiqqan. Bu anaroq. 2009 ga bu svit yo'q-da. Bu 90 o'zi Dirkiyada 95 yozilgan bo'ladi bular. Bu svit bilan mashinani o'zini sviti ikki xil, yaxshilab qarasangiz. Mana bu asl svit. Mana asl svit. Lekin bu markasi boshqa rangda. Juda ham omi bo'lmasi kerak odam. Shuni endi hozir siz bizga kelib radnoy deyapsiz. 2009 ga o'zi bu svit chiqmagan. Bu kishi ham aybi yo'q-da. Bu kishi radnoyda berib. Yo, usta ham ko'rgan deyaptilar-da. Endi boya guringiz endi $100 ko'rganmi, $200 usta ko'rganmi? Normal nech pul olgansiz? Shuni og'aynimniki, og'aynim olganda qancha olgansiz? Shuni Akmal aka men gaplasha olmayman deb Akmal aka bilan gaplashdim. $300 ko'rgan ekanda. Usta ham. Usta ko'rgan. Ustani shunisi ham, mana qarang. Mayli, xo'p. Savdomiz o'xshasa o'xshamasa Instagramga qo'yaylik. Bitta siz orqali ko'pchilik ko'p narsani bila oladi. Qarshi emasmisiz? Mayli. Xo'p, qarang, endi bitta narsani odamiylik jihatdan, odamgarchilik uchun aytaman-da. Ko'p kishi ustaga boradi. Endi hamma usta ham emas u. Shunday ustalar bor, pul uchun ega bilan borsa, ega bunday qilib $100 bor, $200 bor deganida sotuvchi bilan borasizlar-ki, sotuvchi usta bitta bunday qilsa bo'ldi, usta tushunadi uni. $100 beradi, znash radnoy deb yuborishim kerak deydi. Shunday ko'radi, radnoy deb yuboradi. Sizni tonimaydi usta. Ketdingiz qishloqqa qarab. Egadan boya sotuvchidan pul olib qo'yadi. Endi qarang. 2009-yil bu svitni o'zi asliga yo'q. Metalik bor, gang bor. 95 markali bor, 96, 97 markali svitlar bo'ladi-da. Endi biz buni bilamiz-da, sal bo'lsa ham. Ichga yurimizda bilishimiz kerak. Bilmasak, birovga yolg'on ma'lumotlar bo'lib qoladi. Tushundingiz? Bu mashin polni taxlangan, chotga sepilgan mashin. Asl svitini ko'rdingiz-a o'zingiz? Asl sviti biliski bo'lmaydi. Tushundingiz? Asl sviti sarg'imtirroq bo'ladi, salgina. Buni qarang, chista metalik gang bo'lib turibdi. Bu svit 2012 dan keyin chiqqan. Tushundingiz? Ama 2009 ga turibdi bu svit. Yo'q svit, bundan svit chiqmagan. Hozir ustalar gapiryapsiz-ki, yo'q, radnoyda men ustalarim bilan tortishyapsiz-ki, ustalar tortishib charchab qolgan bunda klientlar bilan-da. Menga qarab kulib turishibdi ular. Ha, desam, tushuntira olmadik deyapti-da, sizga tushuntirish olmayman. O'zi asli bu svitni o'zi 2009 ga chiqmagan. Buni qarang, to'qimtir bir bilisk beryapti bu. Yil tepasiga qarasangiz, u narsa ko'rinmaydi. Endi tushungan tushunadi. Endi ustalar biladi, jestanchiklar, hammasi biladi.
Endi nomard ustalar ham ko'p. Bu bunday narsa. Halollab yeyish bor, o'sha pulni haromlab yeyish bor. Baribir o'shani yeydi-da, odamzod qonni to'ygandan keyin ovqat yemaydi. To'ygini ustida suv ichsangiz, yana ustidan yana o'shancha suvni icha olmaysiz baribir. Shunday. To'g'rimi aka? O'sha suvni halol qilib harom qilish bor faqat. O'sha narsadan qo'rqish kerak ozroq. Mana hozir siz og'ayingiz misol salgina tushib qo'ygan bu mashinaga. O'sha uchun ham aytilishini 45 deyapsiz, hayron qolaman men. 45 lar bu mashinani olmaydi. Instagramdan ko'rayotgansiz, mayli, radnoy bo'lgan taqdirga ham 2009 zo'r bo'lsa 30 million, 32 milliongacha olsa bo'ladi. Radnoy bo'lsa. Endi polni kraska bu. Polni kraska, kapotlar qo'yilgan kapotlar mana bular. U pulga olmaydi. Zo'r olsa, mana ochiqcha ko'ring. Ertalab oldim, Surxondaryoga minib ketdi. Shuni oqini, aka. Lekin uni 5-6 ta detal radnoy edi. Tom radnoy edi, stoykalar radnoy edi, eshik tepalar radnoy edi. 23 millionga oldim, 24 millionga sotdim. Oq Nexia ham Ha, Nexia 2 dokument qilgan ketishdi. 23 million so'mga oldim, 24 million so'mga sotdim. Tomlari, stoykalari, eshikni belidan tepalari radnoy edi o'sha mashinada. Men bundan yaxshi deganim. Tushundingiz? Bu endi polni kraska chiroyli taxlangan, lekin normal pulga taxlangan bu mashina. Oddiygina jestanchik ishlamagan, tiniq sepgan mashina. Tushundingiz? Endi hamma ham bu yerga men bular borki, Akmal akadan arzon olaman deb kelmaydi. Bilasizmi nima kelar? Akmal akadan yo, kraskasini bilib olaman deb kelar. Men ikkita ishlaydigan ustam, bittasi kuzib teradi, bittasi kraska aniqlaydi. Kuzib teruvchi degani u juda mukammal usta degani. U kuzib yig'ib teradigan usta degani. Shular ham men kakpalojni oylik berib, shu yerga kuni bo'yi ishlovga qo'yganman. O'sha uchun men bunday narsa chiqarganman. Kimdir mashinani ko'rsatmoqchi bo'lsa, bepul kraskasini ko'rib beramiz deb. Men bularga oylik beraman, tushundingiz? Shu kun 50 ta mashinani ko'rsa ham shu oylik, shu kun bitta mashina ko'rmasa ham shu oylik. O'sha uchun bular aldab na xamir, na patir. Bitta narsani aytganman. Sani sinfdoshing kelsa ham mashinani to'g'risini aytasan kraskasini deb. Tushundingiz? Haqiqat kerak, yolg'on kerak emas, bori kerak. Yolg'onchakim gap kerak emas. Bu mashinada asl narxi 25 million, yaxshi taxlangan uchun. Didlari sizlarni juda baland. Og'ayingiz shergami, eshitib turibdimi gaplarimni? Qaysi tomongaligini aytsangiz, men qaraychi edim o'sha bola. Eng qizargani o'sha bo'ladi-da. Bar gaplarim yoqmayapti-da, didi balanda og'ayingizni. Men og'ayingizni kamsitmoqchi emasman, hamma ham mashinani bilavermaydi. Nima ish qilasiz? Men aytib qo'ysam, men sizni ishingizni bilmayman-ki. Undan bir kishining ustidan kulish, kamsitish emas mening maqsadim. Prosta men siz orqali Instagramga qo'ysam bo'ladimi? Shu sizday og'ayingizdek tushib qoluvchi yigitlar sal bahorim bo'lsin. Pul uchun hamma narsani qilaveradigan odamlar ko'payib ketdi. Men shu ma'noga aytaman-da. Pul uchun pul topayotganman deb radnoy devor ursa, bir kishi uni umid bilan olgan, menga olib kelyapsizlar. Hozir hay demasa, biza bilan tortishasizlar ham, polni kraska emas mashina deb. Chunki bitta uni gapiga ishonib qolgansizlar. Bu yerga mana bitta usta, ikkita usta, mana uchinchi usta keldi. Uchinchi usta ham shu gapni eshitib kelyapti, qani chindanmikan deb. O'sha svitini o'zini ko'rgandan qolgan joyini ko'rmaydi bular. Chunki 2009 ga bunaqa svitni o'zi chiqmagan. Shuna bitta qaraydi bo'ldi, jesdan chiqdi, normalnisi. 2009 ga o'zi chiqmagan, qanday bunday bo'lishi mumkin? Polni sepilgan bo'lyaptimi shunda? Hali ham bormabdi-ki. Hali ham bunga ishonyapsiz siz. Yo'q, bizni ham ishontirganda, chunki Endi bunga ishoning. Ular necha kishi ishontiruvdi? Shuncha odam bo'lib ishontira olmayapmiz sizni haqiqatga. og'aynimga ishonaman deb baribir. Xo'p. Endi bunday qiling. O'sha og'ayingiz bilan o'sha ko'rsatgan ustasi bo'ladi-ki, mana shu Instagramga qo'yaman, shuni saqlanib qiling-da. Akmal aka shunday dedi, nomard ekansan, qani endi yur Akmal aka oldida isbotlab ber. Sen ko'rib bergansan-ki, radnoy degansan-ki, yur deyinda olib keling qancha shaqqacha kelalarmi o'sha usta. Kim bo'lsa ham. Ko'rib bergan-ki, to'g'rimi? Mana Instagramga chiqazaman. Mana shu videoda olib boring. Mana Akmal aka deng. Shuni shunga olib boring deng. Ko'ring deng. Akmal aka aytdi shunday deb deyinda olib keling ustangiz bilan. Xo'p? Yaxshi. Xafachiligim chiqaryapmi Instagramga? Yo'q, chiqarsa chiqaravering. Xafachilik bo'lmasin, xo'p? O'zi necha pulga sotmoqchi edinglar? 40 lar bo'lsa sotmoqchi. Oho, ay yaxshi ketyapti, qarang.
Yaxshi xayrlashdik. Bir 30lar deysangiz ham bir aytib ko'raydim, men ololmayman. Aytib ko'raman, kimdir olsa, prosta chiroyli taxlangan mashina ekan bu. Chiroyli taxlangan. Yaxshi, mashina. Haydab ko'rgan odam biladi-da, biz Xo'p, haydab ko'rgan xo'p. odammiz-da 1-2 marta. Unga ham o'zingiz ishontirib qo'yibsiz. Qarang. 30 million ham zo'r pul. Nima bunga ishonmayapsiz? Men hadoylarni, konsernerlarni hisobga olib aytyapman-da. Qarang mana 23 ga oldim, 24 ga sotdim. Aytayapman. O'sha ham shunday Nexia 2. Oq svit. Mayli, sizni mashinangizni 30 million deb ko'raman deyapman, aka. Men ololmayman. Aytib ko'raman. Kimdir olsa olsin, foydalansin.